Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana bugun biz Andijon viloyati Andijon shahriga общий ikkita eshik olib kelganmiz. Razmerlarimizni tanishtirib o'tamiz sizlarga. Eshiklarni ochilib yopishiladi. Cho'tki holatda. Xo'sh, tanishtirib o'tsak, romimiz eni 28 ga 296. Eshigimiz razmeri 1.30. Mana shu razmerdan ikkita eshik. Xo'sh, romimizga keladigan bo'lsak, romimiz общийni 317, balandligi 2 metr. Ikkita ochilishli. Ochilishlar ham cho'tki holatda. Profillari yetgan, alyumin dokspert, zinkalari SPS bo'lgan. Taylari arkafon. Tanishtirib o'tamiz. Buni ichkariga chapga ochganmiz. Ochilish yopishlari cho'tki holatda. Razmerlari bir xil. Bunda ham ikkita ochilish. Xo'sh, bu akamizga общий to'rovni narxi 12 million so'm bo'ldi. Ayniga bir qavat. Biz bilan uzoqlashmang, sizlar bilan zo'raki bo'ldi.